qizlar, ya'ni oilalar buzilib ketyapti. Yaqinda kelin qilib chiqargan ba'zi bir kelinlarim уже ajrashgan. Уже oilasi buzilgan. Nega? Men bu savolga bu qizlarning psixologiyasini o'rganib, ozgina bu qizlar bilan gaplashib, bitta narsani tushunib yetdim. Hozirgi davrda ota-onalar qizlarni juda ham allada aziz qilib, paxpaxlab katta qilishyapti. Qizimni nega qo'li kosa, sochi spirga bo'lish kerak? Mani qizim, voy, qizim qo'ysan qilma, qo'y shu idishni yuvma, men o'zim yuvib qo'yaman. Qo'y shu plissos qilma, men o'zim qilaman. Sen o'qi, sen o'rgan, sen bor, sen yasha, sen mazza qil. Sen hali shunaqa joylarga turmushga chiqasan. Sen prinsessa bo'lasan, borgan joyingda qirolicha bo'lasan. Sani xizmatkorlaring bo'ladi, nyankalaring bo'ladi. Sen juda ham yaxshi hayotga loyiqsan, sen juda ham yaxshi hayotda arziysan deb katta qilyapmiz. To'g'ri, bu noto'g'ri demayman. Qizlarni aziz qilib katta qilish kerak. Lekin bitta narsani juda ko'p ota-onalar, onalar unutyapmiz. Lekin har doim ham hayot bir tekis ketmaydi. Bitta narsani aytaman. Men shu gapimdan o'zingizlar tushunasizlar. Qaranglar, turmush bu qizlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, prezident bo'ladimi, vitse-prezident bo'ladimi, doktorlik nominatsiyasini oladimi, dissertatsiya yoqlaydimi, aytishnik bo'ladimi, model bo'ladimi, styuardessa bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar u oila bekasi bo'lishi kerak. Ya'ni u ayol. Uni baxti ayolligida. U turmush o'rtog'ining xizmatini qilishda, farzandlarni katta qilishda, farzandlarning xizmatini qilishda, ularga tarbiya ana bu baxt. O'zingizlar aytinglar. Doktor bo'lish, kasb egallash bu baxtli qilmaydi ayolni. Ayollar ayolligi bilan baxtli. Ular ayolligini his qilganda baxtli. Ular bitta uyi pokiza, toza tutganda baxtli. Erini xizmatini qilib, ertalablari adajonisi ishga yaxshi borib keling yoki bo'lmasam bolalarini maktablarga tayyorlab jo'natganida, bog'chalarga yuborganida baxtli ayol. Ayol qaysidir kreslani egallaganda yoki mashinani haydab, nimadir ishlarni qoyillatib tashlaganida baxtli emas. Ayol beka bo'lganda baxtli. Bu narsani o'rgatmayapmiz. Qizlarimizga o'rgatmayapmiz, hurmatli ayollar. To'g'ri, zoomerlar davri. Bu davrda qizlar ancha o'zini qat'iyatli, qadr baland, o'zini anaqasini maqomini birinchi o'ringa qo'yadigan qizlar bo'lishyapti bu davrda. Lekin bizning mentalitetimiz hali bunga tayyor emas. Anetga katta hayotga qadam qo'yganda qizlarimiz, men sizlarga aytaman, qisqa qilib ikki og'iz so'z bilan na psixologicheskiy, na fizicheskiy turmush qurishga tayyor emas. Oldin bizning davrimizda yoki buvilarimiz yoki onalarimiz davrida fizicheskiyga, masalan, biz qo'lda kir yuvardik, uy supurardik, ikki mahal ko'cha hovli supurish shart, обязанный. Turayoningni desa, o'rnimizdan turib hamma ishni qilardik. Dalalarga chiqqanimizni gapirmayman mayli, yoki molxonalarga qaralganini gapirmayman. Lekin shunaqa qizlar bor edi. Hali ham bor, lekin juda ko'pchilik qizlar hozir zoomerlar davri turmush qurish, oila qurishga tayyor emas. Shuning uchun oilalar buzilib ketyapti. Ota-onalar qizlarimizni yaxshi, go'zal hayotga o'rgatganimiz yaxshi, lekin hayot har doim bir tekis ketmasligini, hayotda o'zini ayollik vazifasi ham baxt ekanligini, hozir bitta urushib qolsa er bilan bo'ldi onangni, ajrash, bunaqa er kerak emas deb qizini olib kelayotganlar ham yo'q emas. To'g'rimi?